Assalomu alaykum va rahmatulloh. 200 soliha guruh. Mana bugun ro'zadan bir kun oldin yana ish jarayonidamiz. Kecha drabilkani tugatib kelganmiz. Kechga 10:47 ko'lliruv kameralarini qo'yyapmiz. Bu yerga Xudo xohlasa 8 ta kamera qo'yamiz. 8 ta yoki 9 ta. Mana kechasi-yu kunduzi 24 soat rangli oladigan kameralarimiz, 10:47 ovozli shunaqa kameralarimiz. Mana gibrid kameralar ham qo'yamiz. 4 megapikselli. Hozir ustalarimiz kamerani o'rnatish va kabellarni montaj jarayonida tomda 2 ta ustamiz ishlayapti. Betga qo'yiladi hozir. Betga bitta kamera qo'yamiz mana. 10:47 ko'ldiruv. Hozir kabelni montaj jarayoni. Bitta plita bor, plitani teshib, fashitdan kabellar tushirishadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol 200 soliha guruhga murojaat qilaverasizlar. Har doim xizmatlaringga tayyormiz. Bizni Telegram, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizni kuzatib turganligingiz uchun katta rahmat. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.